Li masini yarılıp kaptı. Balon çapılıp ketipti ekan. Vallahi ben sizlere bir narsa tushuntirib o'taman. Li masinalarında balonni dankrata ko'tarishdan oldin, mashinani dankrata ko'tarishdan oldin qo'shiladigan funksiyasi bo'ladi. Shu birinchi punktda turadi. Birinchi punktda turadi. Oxirgisini o'tamiz. Yine bir de yine dankrata ko'taradigan rejimi bor. Yine bir de ajralib turadi. Shuni qo'shib qo'yishlaringiz kerak. Qo'shib qo'ysangiz pnevma podushkasi ajralib turadi. Bo'lmasa pnevma podushkasi yarılıp gap topishi mumkin. $800 расход bo'ladi lishniy. Bizning ham kasblari dum kerak narsa bu. Dankrata ko'tarajak bo'lsangiz, shu funksiyani yoqib, keyin ko'tarsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Xudo xolasa bu balonni ustaxonaga olib borib taqib beramiz.